Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Siz uyingizni patolog qismiga kelgansiz. Patologni nimadan qilishni bilmayapsizmi? Qaysi patolog necha pulga tushishini bilmayapsizmi? Qaysi patologlar 2026-yilda trend yurganini bilmayapsizmi? Biz sizlarga hozir qaysi patologdan qilsa necha pulga tushadi, hozirgi trenddagi patologlarni narxlari bilan qo'limizdan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Biz hozir Izboskandamiz. Izboskanda patolog qilinayotgan joyga kelib videorolik tayyorlayapmiz. Mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yish, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Qani bo'lmasam boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoga. Ustoga hozirgi kunda patologlar, har xil patologlar bor. Misol gipsokardon, mana gipsokardon qilinyapti. 2000-yillar patologlar mana 2000-yillar patologlar mana paneradan bo'lgan yoki bo'lmasa DPdan bo'lgan. Endi hozir bular eski qoldi. Hozirgi kunda ko'proq dekor plus natijali patolog shunga o'xshagan mahsulotlar ketyapti. Xo'p, endi hozir trendda yurgan dekor patologlarimizni tashqariga qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Dekor pluslarni qilib bo'lmaydi, dekor qilsa bo'laveradi. Dekor plus bilan dekor farqi nimada? Dekorni farqi endi Tevasida qog'ozida bo'ladi, shunaqa. qog'ozida farqi bor. Bittasidan keyin aboy bo'ladi, bittasidan keyin salafan bo'ladi. Salafan bo'ladi. Aboyniki ichkariga bo'laveradi, salafanlilarniki tashqariga bo'laveradi. Tashqariga Xo'p, 1 kvadrat dekor qilish hozirgi kunda necha pulga tushadi? Dekor necha pul kvadrat? Dekor 50 mingdan 55 minggacha. 50 ming 55 ming bo'ladigan bo'lsa, usta haqi Usta haqi ham shunaqa 50 ming. 50 ming usta haqi bo'ladigan bo'lsa 105 ming so'm. Endi reka samarez. Reka samarezlarga. Necha pul? 20 mingga 1 kvadrat, 20 ming. 20 endi rekaning ham har xili bor, 4 ming so'mligi bor, 7 ming so'mligi bor. O'shanga qarab turib 20 ming so'mdan boshlanadi rekalari ketishi. Demak, 50 ming so'm, 50 ming so'm, 100 ming so'm, 130 ming so'mlarga dekor bitar ekan. Endi usta hozir ko'ryapsiz, bu yerda devorlarga ham borsa, Devorga dekor qilsa bo'ladi. Endi Mehmonxonalarga. mehmonxonalarga bo'lmasa eski devori eskilarga, eski devorlarga nima qilsa bo'laverar ekan. Endi xo'p, gipsokardon qiladigan bo'lsa necha pulga tushadi? Gipsokardonni bittasi 60 ming so'm bo'ladigan bo'lsa 3 kvadrat chiqadi. 3 kvadrat chiqadigan bo'lsa yana 50 ming so'm usta haqi, 20 ming so'mlik har bir kvadratga gipsokardon, 20 ming so'mlik reka. 90 ming so'm, 100 ming so'mga gipsokardon tushar ekan, lekin gipsokardonni ham ustidan qilinadigan ishlar bor, misol отделка ishlari bor, aboy tortish kerak, yoki kraska qilish kerak, shpakirovka tortish kerak, o'shalarni qimmat tushib ketadi. Endi hozir yana bitta trenddagi patologlarda natijali patologlar bor. Hozir o'zlari kelib tortib ketishyapti. Natijali patologlarni kvadratini 70 ming so'mdan boshlab endi rangsiz 70 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ranglilari 125 ming atrofida chiqadi, o'zlari kelib tortib ketadi. Demak, 130 ming so'mlarga ular ham chiqar ekan. Endi tashqarilarga ketayotgan tulkafonlarimiz bor. Tulkafonlarimizni kvadrati 130 ming so'm, 150 ming so'mdan ular ham kelib qilib ketishadi. Xo'p, endi plastiklarimiz qolyapti. Endi plastiklar endi hozirgi kunda kam foydalanilyapti, sababi o'zida hid chiqaradi yo boshqa. Ustaka hozir bu o'zida hid chiqarmaydi bu? Yo'q, chiqarmaydi. Tashqari patologlarga dekor plastiklarni qilsa bo'laveradi. O'shanda ham quyosh tushmaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, qilsa bo'laveradi. Sababi quyosh tushadigan joy bo'ladigan bo'lsa, tez yonib ketadi. Keyin tushib ketish xavflari, rangi o'chib ketish xavflari ko'p bo'ladi. Keyin yana bitta e'tibor tortgan narsa, mana gipsokardonda eski devorlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ko'p narsa qavat ahak bo'lib ketgan, nima qilishni bilmayotganlarga gipsokardonni qatirib qo'yadigan bo'lsa, gipsokardonni yaxshi tomoni issiqda ham ushlab beradi. Issiqda ham ushlab beradi. Rekaga qotirsangiz ham bo'ladi. Rekaga qotirmasdan agar devoringiz to'g'riroq bo'ladigan bo'lsa, rodonni o'ziga qotirsangiz ham bo'laveradi. Mana ustakalarimiz buni ham qotirishib, tayyorlashib qo'yibdi. Bundan bir qator shpakirovka tortsa bo'ldi ekan. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, hozir bu patologlarimiz 2000-yillarda rosa modaga kirgan, gullarini qo'lda o'yib chiqardi. Hozirgi kunda hamma tayyor bozordan sotib olishyapti. Ustalar ham rekalarni o'zlari tilishardi, sinovlarni qo'yib. 2000-yildagi patologlar, shunaqa patologlar trendda bo'lgan, mana shunaqa hovuzlik qilib, 1 hovuz, 2 hovuz, 3 hovuzlik qilib trendda bo'lgan. Endi hozirgi kunda ham qilishyaptimi, qilishmayaptimi bilmadim.
ma'lumot o'rnida buni ham sizlarga havola qilamiz. Do'stlar, biz sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berishga harakat qildik. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring, obuna bo'lishni unutmang, layk bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Barchalarga rahmat.